Dadangiz oyingizni nima deb chaqiradilar? Nari deb. Jahllari chiqsa-chi? Jahli chiqsa uxlab oladi. Uxlavoradi. Я гонщик, извините. Daraxt qurib qolsa nima qilish kerak? Buzish kerak. Qanday qilib buzasiz daraxt? Bunda o'ziga o'zi bittadan buzadi. Daraxtdan nima yasasa bo'ladi? Olma, banan, sir. Yasasa bo'ladi. Yasasa bo'ladi. O'yinchoqlar yasasa bo'ladi. Qoyil barakalla. Uyingizda kimlar yashaydi? Uyimda Alisher dado, buvijon, onajon, papajon. Papajon uyimda yashamaydi-ku, ko'chada yashaydi. Vasiyati Loxshonda papajon vasiyati haydab yuribdi. Ko'pirti garajga olib kirib qo'yibdi. Endi vasiyati haydab yuribdi. Papajon Lasettining ichida yashayaptilarmi? Mo'ylov nima? Mo'ylov soch. Nimaga kattalar mo'ylov qo'yib yuradi? Mo'ylov qo'ymaydi. Aroq ichsa mo'ylov chiqadi. Aroq ichsa mo'ylov chiqadimi? Ko'p aroq ichsa mo'ylov uzun bo'lib yergacha tegadi. Xo'p, Nigina, qo'ylarni ko'rgansiz-a? Qayerda ko'rgansiz? O'zim bilan qo'y. Nima qo'y? Mani ilm qo'y. Sizni yilingiz qo'y. Haqiqiy qo'ylarni ko'rganmisiz? Qanaqa ovoz chiqaradi? Qo'ylarni yungidan nima qilsa bo'ladi? Yungidan yesa bo'ladi. Yungini-ya? Soch-ku. Soch? Ustidagi juni bor-ku. Junini kesib yesa bo'ladi. Qovurib-a? Junini qorib. Ustiga kartoshkalarni sepib-a? Labingizga nima qildi? Yerda yiqilib tushdim, keyin qonab ketdi. Qanday qilib yiqilib tushdingiz? Anqayib qoldim. Azimjon, eshak semirsa nima qiladi? Eshak semirsa qoni olib ketadi. Eshak semirsam o'zicha harakat qiladi. Yurolmaydi. Mana yuradi. Ayiqqa o'xshab. Eshak semirsa qiladi. Nimadir tutayotganga o'xshaydi xuddi. Eshak semirsa semirmaydi. Semirsa shu so'yish kerak. So'yib nima qiladi ki eshakni? Yeydi. Eshak go'shini-ya? Ayya bo'lmaydi-ku. Bo'ladi. Yo'q-e? Pishirmaydi, nima qiladi? Vam xullatmaydi. Juda ham chiroyli kostyum kiyib kelibsiz-a? Nimchalaringiz ham chiroyli ekan. Bo'yningizdagi nima u? Kiyov narsasi. Kiyov narsasi? Nimaga kiyov narsasini taqib oldingiz? Bo'lsa kiyov bo'lib keling, ruxshonaga deb. Ancha tilovga bordilar hali. Nima qildilar? Tilovga bordilar. Kim? Oyjonmi? Oyjon, onajon. Nima qildilar trenirovkada? Zapravka qildilar. Zapravka? Gimnastika qildilar. Gimnastika? Siz ham bordingizmi? Men bo'lmadim, buram bilan o'tib turdim. Buram ham ushmadi-da. Yaxshi bordim. Dadangiz oyingizni chaqirmoqchi bo'lsa nima deydilar? Ana Xurshida dedilar. Jahllari chiqsa-chi? Ana tezda qarab kel dedilar. Oyingiz dadangizni chaqirmoqchi bo'lsalar nima deydilar? Urushib beradilar. Qanaqa qilib urushib beradilar? Nega qizlar bilan yurdingiz deb. Menga ashula yodlab keldingizmi, ama? Mishka kasalapin. Faqat she'r yodlab keldingiz. Ashula-chi? Ashliyam. Aytib bering-chi. Senda yosh. Alifdo. Sen bebosh. Alifdo. Rakinalar. Melendosh. Canım alifdo. Qo'y. Alvido nima degani?
Alvido degani gul degani. Kim aytgan bu qo'shiqni? Bu qo'shiqqa bitta do'da aytgandi. Ko'p pul bor edi, kinchindayim qarasam yo'q. Kim olib qo'ydi pullaringizni? Ana. Nimaga? Chunki u pul yaxshi ko'radi. Siz kimdan qarsiz? Savdolarni. Iye. O'rtoqlaringizdan qarz oldingizmi? Qarzingizni qachon qaytarasiz? Qarzimni qaytarmayman endi. Iye, nimaga? Menga-chi. Aqlu zakovatiga вообще молодец, вообще молодец. Abdulla mandan kivi so'rayotdi. Men bilmayman. Nimaga bermayapsiz? O'z pulim yo'q, ishlamayman. Katta bo'lsa, bada bo'lsa, beraman Abdullaga. Mo'ylov qayerda o'sadi? Daraxt o'sadi. Bahorda o'sadi-de.